hamyonbop narxlarda sifatli texnika qidirib yuruvmidinglar? Aynan shu texnikani sizlar uchun olib kelib qo'yganmiz. Yanvar 60talik model. Hozir sizlar bilan barcha ma'lumotlarni birma-ketin ko'rib chiqamiz. Ekskavatorimizni tashqi ko'rinishi o'sha mashhur Do'sant texnikaning dizayniga ega. Texnikamizning sof og'irligi 5 tonna 600, maksimal sirallar uzunligi 5 metr, maksimal chuqur qazishi 3,5 metr. Kovush hajmi 0,28 kubni tashkil qiladi. Komplektatsiyasiga keladigan bo'lsa, 3 ta kovush, gidromold, adapter, qaychilar hammasi mavjud. Do'stlar, shina protektorlarini ham ko'rsangiz bo'ladi. Qimmatidan taqib qo'yganmiz. Yo'lda ham yurganingizda yumshoq yurib, mazza qilib yurasizlar. Motor qismiga keladigan bo'lsa, yaponskiy Yamaha motor, apparatura solyadka tanlanmaydi. 63 ta ot kuchiga ega, soatiga 4 litr solyadka rasxod qiladi. Texnikamizning salon qismiga keladigan bo'lsa, texnikamizda avtomat korobka, konditsioner, pechka, radio sistema hammasi mavjud. Ko'rib turganingizda oldi lobovoylari hamda yon oynalari hammasi ochiladi. Orqa zadniy vid kameralari ham mavjud. Instagram sahifamizning profilida Telegram kanali silkasi bor. Bemalol kirib ulanib olsangiz bo'ladi. Barcha video, rasm, ma'lumotlar bor eksportlarning. Kimga shunaqa texnikalar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, o'zimiz sizga aloqaga chiqib, barcha ma'lumotlarni tushuntirib o'tamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.